Arkadaşlar bu tarafdan Samarqand Tayloqning kulgidan shunday kelishiga, ana o zapravkadan o'ngga Tayloq tarafdan kelishiga shunday razvorot bor. Mana bu razvorotdan razvorot qilib o'ngga. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Mana ikkita angust ho'kizimizni chiqaramiz inshaalloh. Manzilimiz Samarqand viloyat Tayloq tumani. Madaniyatga mana shu hozir ikkita angust bor. Qurbonlikka tayyor, sog'lom. Mana shuni chiqaramiz inshaalloh. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, o'ng tarafingizga qizil podpisatsiya yo obuna degan yozuv bor. O'shani bir martagina bossangiz, bizga obuna bo'lasiz. Har kuni mana shunaqa foydali videolar birinchilardan sizlarga yetib boradi. Albatta, like esingizdan chiqmasin. Mana unday like ni bosasizlar, video keng ommaga tarqatilish uchun like ni bosasizlar. Fikringiz bo'lsa kommentariyga yozasizlar. Azizlar. Qurbonlikka tayyor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tashqariga mana chiqmagan, endi tashqariga chiqyapmiz. Bu necha yashar? Bu aka 2 yasharga yaqin bo'lgan. 2 yashar, ha? Ol tish buzgani yo'q, ha? Tish buzgani yo'q. Mashalloh. Haqiqatan sog'lom, ikki qulog'i ham butun, hamma joy butun, ha? Butun aka mana. Sog'lom. Sog'lom. Mashalloh. Ozgina o'ynaydi aziz do'stlar. Gapirmaysizlar, inshaalloh. Hozir bularning ozgina ma'lumot beramiz. Ammo ichkariga ozgina nima bo'lgan edi, shuning uchun tashqariga chiqarib video qilyapmiz. Hayda, kirgizamiz bo'ldi. Ichkariga kirgizamiz, ha? Ichkariga syomka qilamiz, qolganini. Mashalloh. Haqiqatan ham zo'r boqilgan ekan. Hozir ikkinchisini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Sen turmani och. Oyoqlarni ko'ryapsizlarmi? Oyog'i haqiqatan sog'lom ekan. Ko'p mollar ana shu semirgandan keyin oyog'iga ketadi, oyog'idan. Ularning oyog'i haqiqatan sog'lom. Esingizga bo'lsa, bu fermadan 17 ta shved o'qitchani chiqargan edik. Shunga bo'yladim. O tish buzmagan, ha? Yo'q, tish buzgan yo'q. 1,5 yashar atrofida. 1,5 yashardan ozgina o'tgan bo'lishi mumkin. Hali endi tish buzadi-da. Hali tish buzmagan. Ikkilasi ham yo'q-a? Ikkalasi ham yo'q. Mashalloh. Chetdan kelgan, ha? Ikkilasi ham qulog'i sog'lom, ha? Hech qayeri kesilmagan. Kesilganga yo'q. Mashalloh. Ishti Aberdin Angus. Mana oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Kalta oyoq tozasi ekan. Ularni yeyish ichish qanday? Yeyish ichishi juda ham yaxshi ekan. Buni qanaqa yem bilan boqyapsiz? Bunga korma, kunjala beramiz. Kunjala, kamikoron beramiz. Silos beryapmiz. Silos, paraxa, kepak. Ana shunaqa-da. Asosan bularga silos berish kerak, a? Silos, asosan silos yeydi, oz-oz kunjala beramiz, oz-oz kepak beramiz. Mana aziz do'stlar, bunaqa zotli mollarga aslonoy silos bersa, o'zgarib ketaveradi. Kuniga 1 kilodan 2 kilogacha ves oladi. Jivoy vesiga 2 kilogacha qo'shadi. Azizlar, kimga mana shunaqa mol boqaman, menga silos kerak desangiz, mana Samarqand bo'ylab dastavka qilib beryapmiz. Siloslarimiz 28 ming so'm, 20 kiloligi. Ular bosgan ekan. Buni endi bahosini nech pul aytamiz? Buni olamaka 55 million deyapmiz, yana kelishamiz xudo xolasa. 55 milliondan har bittasi. Har bittasi 55 milliondan deyapmiz, kelishamiz. 55 milliondan bo'yi balandligi 1.40 atrofida. Bunaqa uzun, baland emas, lekin go'shtliga orqasiga haqiqatan ham ular moyi yo'q, haqiqatan o'ta semirgan ekan. Mashalloh. Qurbonlikka ikkisi ham ketadi-a? Ikkalasi ham xudo xolasa beramiz. Inshaalloh. Ikkalasi ham qurbonlik qilaman deganlarga beramiz olim aka. Azizlar, 6-iyunga qurbonlik namozdan o'qigandan keyin qurbonlik qilsangiz bo'ladi. 7 kishigacha mana shu bitta ho'kizni olib
qo'yga bo'lsa bir kishi qurbonlik qilsa bo'ladi. Aslida mana haqiqatan sog'lom. Kimga mana shunaqa qurbonlikka 7 kishigacha bir o'zim olaman desam bo'ladi. Olaman desam, mana shu nomer telefonni pastga qo'yamiz. Manzilni yana bir marta tushuntirib o'tamiz. Samarqand viloyat Tayloq tumani Madaniyat mahallasiga, Madaniyatga mana shu Fayz restoranning oldidan shunday kirib kelasiz. Do'stlar, Tayloqning kurugidan shunday Tayloqga borayotganga Fayz restoran bor. O'sha yerdan shunday o'ngga o'tmasdan o'ngga kirib kelaverasiz. Mollar haqiqatan sog'lom. Nima bo'lgan? Mana shunaqa o'zim men yemlarni ko'rsataman. Mana bu yerga makka, kepa, kunjo'lar hammasidan aralashtirib yem tayyorlab berar ekan. Ozgina bu taraf quyosh bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Endi buni olganda, misol uchun Samarqand shahriga emas, Samarqand tumanlari olsa, misol Ishtixon oladimi yoki Loyish oladimi yoki boshqa joylar olsa, dastavka xizmatimiz qanday bo'ladi? Aka, xudo xolasa dastavkani ham kelishamiz. Kelishilgan holda bo'ladi. Ha, dastavka. Boshqa viloyatlarga ham dastavkani kelishilgan holatda qilamiz, deyapti. 2 oy 90 million bo'ladimi? Olim aka 90 million sal kami hay ikkalasiga bir 97 milliondagi bir xudo xolasa agar. Buni qarangda, mana ikkalasi menga ketdi desa. Nech pulga chiqadi? Xayri bor, mana 55 milliondan dedik, xudo xolasa xayri bor olim aka. Kelishamiz xudo xolasa. Kelishamiz. Olim Sharipov kanalidan ko'rdik desa, kelishtirib berasiz. Olim Sharipov obunachilarni xafa qilmasdan, xudo xolasa. Inshaalloh mana azizlar kelishtirib beramiz deyapti. Mana 55 milliondan aytyapti. Kelsa, ustiga ko'radi, mollarni ko'rsin. Ustiga kelishamiz deyapti. Dastavkani kelishilgan holatda qilib beramiz deyapti. Mana hozir orqalaridan ham bir marta yana o'tamiz. Mana qanaqa apparat? Bu yem tayyorlashga o'tgan. Ha, yem tayyorlashga. Mana. Endi hozir mana tashqariga olib chiqdik, ozgina o'ynadi. Shuning uchun ichkariga imkon qadar olyapmiz. Videomizga xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolamiz. Haqiqatan ham mollar zo'r semirgan ekan. Kimga kerak bo'lsa, aloqa bo'lamiz inshaalloh. Mol mayda ko'rinishi mumkin, lekin haqiqatan ham go'shtli, yelkasi mana. Yelkasiga qarang, qanday ochilgan. Maşallah. Hozir ko'mirga ozgina o'ynadi-da. Yelkalarini qarang. Ochilib ketdi. Azizlar, videolarimiz mana shulardan iborat edi. Videomizga xato kamchilik bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. Keyingi videoga ko'rishguncha omon bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Inshaalloh son qadar kelishtirib beradi. Mollarni qarang. Angusni haqiqatan boqish kerak. Yana bormi? Kerak bo'lsa, maydalari ham bor. Greenford, yana qanaqa? Mickey Mouse, ha? Mickey Mouse. Greenford, Mickey Mouse bor. Kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar inshaalloh. Azizlar, mana bu yerga mana u qanaqa zotligini bitta aytib qo'yasizlar ki, bilganlar bitta yozib qo'ysin. Simentalmi, Greenfordmi, Oqboshmi? Mana shu. Bitta yozib qo'yasizlar ki, mana bu yerga Golshtenga o'xshagan mollarimiz bor. Bularning hammasi sotiladi. Mana qizil, mana u Golshten. Keyin bu tarafga shvedlar bor ekan. Bular hammasi sotiladi. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqamiz inshaalloh. Ularning narxini hozir bilmaymiz. Bu yerga hozir ustonlar ishlayapti. Mana shved. Ko'p obunachilar shved so'rayapti. Mana shved so'raganga mana shvedni endi yemga tayyorini xohlasangiz shunda olib borib 2 oy yaxshilab yemlab avgust oyiga qassobga topshirsangiz ham bo'ladi. Yana boqsangiz o'zgarib ketaveradi. Ularning bo'yi 1.20, 1.25 atrofida. Maşallah. Mana shved so'raganga mana shvedlarni darlari kelgan haqiqatan. Boqyapti, bularni sotamiz deyapti. Qirg'izistondan olib kelingan shvedlar. Mana haqiqatan zo'r ekan. Bitta mana shuni turg'azaylik. Obunachilarga mana shvedchani qarang. Kimga kerak bo'lsa, aloqa bo'lamiz inshaalloh. Bu shvedlar nech pulda?
Ha, kelishamiz ha? Kelishamiz inshaalloh. Inshaalloh. Mana bu bunaqa to'qollari ham bor. Xohlasangiz to'qolni olasiz, xohlasangiz mana bunaqa ozgina shoxchasi bor mana shularni olasiz. Turishini qarang, Angusning turishini qarang.